Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Vigora.uz YouTube kanali do'stlar. Bugun sizlarga oddiy tekstni ovozga yo ayol kishi yo erkak kishi ovoziga o'girishni o'rgataman. Bepul usulini. Oddiygina Telegram bot orqali buni amalga oshiramiz. Sizlarning vaqtingizni olmayman. Shunchaki kanalga obuna bo'ling, tamom. Xo'p, bo'lmasam biz ishni boshladik. Uning uchun sizga Telegramga kiramiz. Telegram hammada bor. Va bu qidiruvga Vigora bot deb yozamiz. Mana shu bot chiqadi. Uni ustiga bosamiz va start tugmasini bosamiz. Agarda kanal so'rasa obuna bo'lib qo'yamiz. Obuna bo'lish tugmasini bosib, podpisatsiya tugmasini bosamiz. Tekshirish tugmasini bossak, bizga funksiyalar ochiladi. Birinchi funksiya bizda matnni ovozga aylantirish funksiyasi. Oldin biz qaysi jins aytib berishini to'g'rilab olishimiz kerak. Buning uchun hisobim bo'limiga kiramiz. Bu yerda ovozni mana bu yerda ovoz erkak deb yozib qo'yibdi, ya'ni erkak gapiradi hozir. Ovozni o'zgartirish orqali biz uni ayol qilib qo'yishimiz ham mumkin. Mana ayol ovoz tanlandi deb buyruq chiqadi. Orqa tugmasini bosib, matnni ovozga o'girishni bosamiz. Bu yerga xohlagan so'zimizni yozishimiz mumkin. Masalan, salom do'stim, qalaysan? Ishlaring joyidami deb yozamiz va ozgina kutsak bizga chiqarib beradi. Mana tezlik bilan chiqaradi bu. Va buni bosamiz. Salom do'stim, qalaysan? Ishlaring joyidami? Salom do'stim, qalaysan? Ishlaring joyidami? Yana hozir shu joyda yana xuddi shu funksiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bu yerda qayta TTS degan funksiya bor. O'shandan foydalansangiz bo'ladi. Hozir menga bu kerak emas. Menga hozir bosh menyuga o'tishim kerak va ma'lumot hisobim orqali ovozni o'zgartirish qilamiz va erkak ovozini o'zgartiramiz. Buni ham sinab ko'rishingizni sizga tavsiya qilaman. Xo'p, matnni ovozga va buni haligi yozgan tekstimizni shu yerga joylaymiz. Bu yerga xohlagan tekst joylashingiz mumkin. Va enter tugmasini bosamiz. Telefonni ham xuddi shunday bo'ladi. Biroz kutamiz ovozni o'zgartirgandan keyin. Bo'ldi mana. Endi esa bu videoni ham eshitib, bu ovozni ham eshitib ko'ramiz. Salom do'stim, qalaysan? Ishlaring joyidami? Bo'ldi do'stlar, ko'rib turishingiz mumkin, funksiyamiz ishlayapti. Bemalol mana shu bot orqali matnlarni ovozli xabarga aylantirishingiz mumkin do'stlar, bepul. Endi esa bosh menyuga o'tib, mana bu funksiyani ham sinab ko'ramiz, ovozni matnga aylantiruvchi funksiyani. Xo'p, yozib ko'ramiz, masalan, ingliz tilida yaxshiroq ishlaydi bu. Hello everyone. Biroz kutamiz. Mana hello everyone ko'rib turganingizdek, bu sizni ovozli xabarni ham matnga aylantira oladi. Agar bu funksiyani foydalanmoqchi bo'lsangiz, qayta TTS STT funksiyasi tugmasini bosish orqali fichashingiz mumkin. Hozir bizga yetadi, bosh menyuga o'tamiz. Bu yerda yordam bo'limi bor. Bu yerda hamma ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, bizga shu kerak emas. Shu hozir videoda do'stlar matndan ovozga, ovozdan matnga aylantirishni ko'rib chiqdik. Agarda bu bot yangilik qilishimizni xohlasangiz, bu yerda yordam bo'limi orqali admin bilan bog'lanish degan joyi bor. Savolingiz bo'lsa yoki yangilik qilishimizni xohlasangiz, shu adminga bosib bog'lanishingiz mumkin. Xo'p do'stlar, videoni ko'rib turganingiz uchun rahmat. Kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha xayr.